Farg'ona shahrida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullangan fuqaroga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Rishton tumani sudida hukm e'lon qilindi. Ayblanuvchi Karimbayev shartli ismi Oybek bo'lgan fuqarodan katta miqdordagi tropikamid flakonlarini 1500 AQSh dollari evaziga qabul qilib, kelgusida sotish maqsadida noqonuniy ravishda saqlab kelgan. Bojxona va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u Farg'ona shahrida harakatlanayotgan avtobusda yo'lovchi sifatida ketayotgan vaqtida ushlangan. Qayerdan oldingiz aka buni? Aka, meniki emas bu. Kim ekan bo'lsa shopir aytyapti. Uni ko'z bilan chiqdingiz-ku, men piyoda kelayotganingizda sovuq bo'lardi oldim. Xolislar ishtirokida uning sumkasidan moddalar ashyoviy dalil sifatida olingan. Rishton tumani sudida o'tkazilgan sud majlisida holatlar to'liq o'rganilib, Karimbayev kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatda aybdor deb topildi va unga qonunchilikka muvofiq jazo tayinlandi. 57, 58, 59, 60. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251.1 moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi hamda unga Jinoyat kodeksining 57-moddasi tatbiq qilinib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilandi hamda ashyoviy dalil tariqasida olingan 319 dona tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini yo'q qilishlik belgilandi. Bunday vositalar jamiyat hayotiga jiddiy zarar keltiradi. Ularning noqonuniy aylanmasida ishtirok etgani aniqlangan har bir shaxs qonuniy jazodan chetda qolmasligi yana bir bor o'z isbotini topdi.